Assalomu alaykum. Ideal holatda 2019-yil ishlab chiqarilgan Lada Kalina avtomashinasi sotuvga qo'yildi. Mashinamiz avtomat korobkada. 4 tali bo'ladi. Zavodskiy magnitofoni bo'ladi, bluetooth bo'ladi, klient kontrol, sidena podogrevalari bor. Salon qismi, orqa qismi. Qo'shimchasiga Yevropa gazdan 48 talik propan gazdan uстановка qilingan bunga tayyor. 25-yilda propan gazda. Balonlari archa balonda bo'ladi. Bitta ko'rinishlari. Motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismida boshida 1.6 motorda bo'ladi. Zubchat remezusi klapanlari qayrilmaydi. 100 ming 150 ming rem olib turib, qo'yib yurgizib ketsa bemalol bo'laveradi. ABS tormoz bilan jihozlangan. Propan gazlarda Yevropa gazniki. Mashinamizning narxini 6,5 mingga belgiladik. 3,5 ming 4 ming atrofida puli borlar bo'lsa telefon qilishaversin, bemalol 6 oygacha nasib savdoga ham kelishaveramiz.